Afg'oniston Qurolli Kuchlar a'lo bosh qo'mondonligining arkan raisi va Milliy islomiy junbush hizbining rahbar va asoschisi Alhoji Star General Abdurashid Do'stumning hidoyati bilan Tola va Barfak ulusvorligining bir qator cho'ponlari talashlari bilan 8 kunda topildi. Afg'oniston 2 martalik qahramoni Turan General G'ulom Mustafa Pilot 1333-yilda Logar viloyati Zarg'un shahar qishlog'ida tug'ildi. Bosh o'quvlarini Logar viloyati Zarg'un shahar qishlog'ida o'rgandi. Mutawassita hamda lisa davrasini harbiy Shvanzayda yakunlantirdi. 1357 yilida pilotlik maslakidan forig' bo'ldi. Mustafa Qahramon pilotlik maslakidan forig' bo'lgandan keyin 1371-yilgacha Bagrom 355-g'unda o'rinbosari, Havoyi quva umumiy qo'mondonligi o'rinbosari bo'lib ishladi. Shahid Mustafa Qahramon 1371-yildan keyin Safoti Shamol Havoyi quvvasi umumiy qo'mondoni bo'lib ish olib bordi. Shahid Mustafa Qahramon 1372-yili Dalva oyida Bag'lon viloyati Tola va Barfak mintaqasida kashf etishni bajarayotgan paytida suqut etdi. Afg'oniston Qurolli Kuchlar a'lo bosh qo'mondonligining arkan raisi va Milliy islomiy junbush hizbining rahbari va asoschisi Alhoji Star General Abdurashid Do'stum 14 yildan keyin mahall yashovchilari yordami bilan Shahid Mustafa Qahramon jasadi topilganini baholi ish bildi va Qurolli Kuchlar, Havoyi kuchlar, Mustafa Qahramon oilasi, Afg'oniston Milliy islomiy junbush hizbi va o'z tomonidan Tola va Barfak aholisi ayniqsa Shahid Mustafa Qahramon o'ligini topgan Abdulmajid Cho'pondan minnatdorlik bildirdi va undan taqdirladi. General Abdurashid Do'stum mana shu kabi milliy polis ayniqsa Bag'lon viloyati polis qo'mondonligi kormanlaridan Tola va Barfakdan Kobulga Mustafa Qahramon jasadini intiqol berish uchun bajargan xizmatlari uchun tashakkurlik etdi. Afg'oniston Milliy islomiy junbush hizbi rahbari va asoschisi G'ulom Mustafa Pilotni kim qayta boshdan mintaqada qahramon tonilgan bir tadbirli kishi Afg'oniston havoyi quvvasida taniydi va uning o'lganini Afg'oniston havoyi kuchlariga katta zoya bildi. Shahid Mustafa jasadi Star General Abdurashid Do'stum uyidan Afg'oniston turli viloyatlari nufuzli shaxsiyatlari orqali Kobul 401 kasalxonasiga intiqol berildi va janozasi esa xos nizomiy marosim bilan ado etilishi mumkin. Ayni holda Bag'lon viloyati Tola va Barfak mintaqasi qavm buyuklari bir qatori Shahid Mustafa Qahramon jasadini taslim berish uchun Kobulga kelgan edilar. Afg'oniston Qurolli Kuchlar a'lo bosh qo'mondonligining arkan raisi va Milliy islomiy junbush hizbining rahbari va asoschisi Star General Abdurashid Do'stumning ich ko'ydiruvchi talashlari va ibtikoridan Shahid Mustafa Qahramon jasadini topishda eslab, General Abdurashid Do'stumni bir yurak ko'ydiruvchi va yoronlariga vafodor kishi deb biladilar. Ular ana shu kabi mintaqalarda qayta qurish ishlari va yoshlarga qo'laylik yo'qligi borasidagi qiyinchiliklardan eslab, davlatdan bu to'g'rida ko'z qaratishini istadilar. Boshqa tomondan Afg'oniston Qurolli Kuchlar a'lo bosh qo'mondonligining arkan raisi va Milliy islomiy junbush hizbining rahbari va asoschisi Star General Abdurashid Do'stum qonuniy marjalar yo'lidan Tola va Barfak aholisiga yordam etishdan so'z berdi. Afg'oniston Qurolli Kuchlar a'lo bosh qo'mondonligining arkan raisi va Milliy islomiy junbush hizbining rahbari va asoschisi Alhoji Star General Abdurashid Do'stum Qahramon Turan General Mustafa jasadi topilgani va huviyati belli bo'lgandan keyin inog'asi, turmush o'rtog'i va qizini Amerika Birlashma Eyallatlari va Germaniyadan Kobulda tilatib ular bilan so'zlashdi. Shahid Mustafa Qahramon oila a'zosi Afg'oniston Qurolli Kuchlar a'lo bosh qo'mondonligining arkan raisi va Milliy islomiy junbush hizbining rahbar va asoschisi Alhoji Star General Abdurashid Do'stum bilan ko'rishdilar. Ular Do'stum janoblarining Shahid General Mustafaning jasadini topishga talosh etishidan minnatdorlik bildirish bilan Do'stum janoblari o'z razmdoshlarini esdan chiqarmaydigan shaxsiyat unvonida bo'lishini aytadilar. Hamda ular General Mustafa Qahramonning jasadini Star General Abdurashid Do'stum Afg'oniston havoyi kuchlari va adliy tip tomonidan tanilishi va uning palotin tishlari, beli ustixoni singani va pilotlik kiyimi bo'lgani bois ta'yid etganlar. Ana shu holda Afg'oniston Qurolli Kuchlar a'lo bosh qo'mondonligining arkan raisi va Milliy islomiy junbush hizbining rahbar va asoschisi Alhoji Star General Abdurashid Do'stum Shahid General Mustafa Qahramon jasadi topilgandan so'ng janoza marosimida oila a'zosi huzurini muhim bildi. Hamda Star General Abdurashid Do'stum o'z so'zlari davomida General Mustafa Qahramon tiriklik paytida ko'plab ishlar qilib va o'z vazifasini yaxshi suratda bajarishini aytdi. Afg'oniston Qurolli Kuchlar a'lo bosh qo'mondonligining arkan raisi General Mustafa Qahramon o'lganini o'lka, qurolli kuchlar va havoyi kuchlariga katta zoya bilgan.
hamda do'stim janoblari shahid Mustafa hayoti zamonida bo'lgan ayrim xotiralarni uning oila a'zosiga bayon etdi. Yangi hukumat kabina listi kelasi shanba kunidan namoyandalar kengashida yuboriladi. Milliy kengash boshlig'i Muhammad Yunus Qonuniy vazirlar kabinasi ayrim dalillar bilan shanba kunga qolishini aytadi. Afg'oniston Jumhur raisi Hamid Karzay ta'lif marosimi o'tganidan 3 hafta o'tadi, ammo haligacha kabina vazirlari listi namoyandalar majlisiga yuborilmagan. Bu listni chorshanba kuni Ulusiy jirgaga yuborilishi aytilar edi, ammo majlis raisi Muhammad Yunus Qonuniy o'ltirishga kelish bilan Hamid Karzay u bilan telefon aloqasini bog'lab kabina vazirlari listini tayyor eta olmadim deganini aytdi. Qonuniy janoblari Karzay so'ziga boqa listni shanba kuni namoyandalar majlisiga yuborilishini aytadi. Farqli raisi jumhur va این بود که امروز حاضر نخواهد بودن تا کابینه جدید بر شما معرفی کنند، اما با استفاده از همین کلمه خودشان که 1000% در روز شنبه خدمت شما معرفی میشه. من روی مجلسی که روز گذشته هم بود و بحثایی که در کمیته بحثا هم بود، این هم مطرح ساختم که تصمیم وکلا برای تمدید کار برای حداقل 15 روز محاسبه به این بود که در طی 15 روز یا 2 هفته لیست میآید و پروسه رایدهی برای وزرا تکمیل میشه. Ulusiy jirga boshlig'i ana shu kabi shanba kungacha ham yangi hukumat kabinasi vazirlari listi bu majlisga yuborilmagan suratda vakillar tomonidan tasmim olinishini ma'lum qildi. این کار شخص رئیس جمهور است. چینه و با کدام سریعتر، با کدام شکل، با چه مصلحت، با چه تفاهمی کابینه خود ترتیب میکنه. ولی رو درک میکنیم شما ما هم که مشکلاتی وجود داره که امروز و فردا ترتیب میشه. بدون دلیل نیست. من نمیفهمم که دلیلش چی است. به هر حال تا اینقدر وقت انتظار کشیدیم، روز شنبه رو انتظار میکشیم. اگر لیست معرفی شد خوب نشد با شما تصمیم میگیریم که چه باید بکنیم امکان بعد گذاشته باشیم. ما دیگه فردا پس فردا 1 ماه 2 ماه با آقای کرزی هم شاید مطلقا نیست که هر چی که دلش خواست برانجام و خاطر این است که 28 اپریل تحلیل بود مراسمش تا 28 آگوست 30 روز کامل بشه. اگر آقای کرزی معرفی نکنه قانون اساسی افغانستان نقض. دلیل اصلیش چی است که کار امروز برای فردا میمونه و لیست نمیآید؟ آیا فشار خارجی ها است و یا فشار داخلی های مقتدر هستند؟ اینا بخاطر بر ما جوابش بده جناب رئیس و که دوستا و هم بفهمن بخاطر که در این روزها مسئله کابینه بسیار مسئله داغ است. Idoralardagi fasod boshqa mavrudlardan edi ki millat vakillari bu to'g'rida turli bayonot berdilar va bosh qoralovchilik o'rinbosari Faqiryor ham fasodga ayblangan vazirlar borasida ma'lumot berish uchun jalasaga chaqirildi va matbuot tolordan chiqqan suratda vazirlar otini aytishini bildirdi. سابقه دارن موقعش آوردم اما بدون در نظر داشت خبرنگارا ما حاضر خواست بودم که به وکلای محترم ملت توضیح بدم. البته شما Adoqda Afg'oniston namoyandalar majlisi o'ltirishni sirli yopiq ilgari olib borishga tasmim oldi va xabarchilar jalasadan tashqari chiqdilar. Herot viloyati Roboti Sangi ulusvolligi polis qo'mondoni o'z farmonida bo'lgan 4 askar bilan bir moyn portlashi oqibatida o'lgan. Roboti Sangi ulusvolligi mahalliy mulozimlari o'tgan kecha bu ulusvollik qo'mondoni Saminval Abdulkarim Mo'tari joda teparagida yerlashtirilgan moyn bilan duch kelgani oqibatda o'lganini aytadilar. $205 atal qo'l ordusidan qarib 500 dan ko'proq kishi 2 oy harbiy o'rganish ko'rgandan keyin o'rgatish va tajhizlanish qo'mondonligidan forig' bo'ldilar. Atal 205 qo'l ordusidan forig' bo'lganlar bir qatoriga Kobulda taqdirnoma tarqatish ehtifolida Milliy mudofaa vazirligi o'rgatish umumiy qo'mondoni To'ran General Aminullo Karim va ayrim tashqi va ichki ustozlar qatnashgan edilar. To'ran General Aminullo Karim bu qo'l ordudan forig' bo'lgan kishilar shomilida afsarlar, biletmanlar va askarlar bo'lib o'lkada milliy orduni o'stirish va amniyatni ta'min etish uchun o'nimli bilib o'z vazifalarini yaxshi suratda bajarishni aytdi. Hamda To'ran General Aminullo Karim
milliy urdu kuylari orasida birlik kelishuvida ta'kid etib, forig' bo'lganlardan bu bo'limda tavajjuh etishlarini aytdi. Ana shu holda bu markaz o'rgatish va tajhizlantirish